Buvayda tumanimizda Amir Temurni o'zining merganligi bilan lol qoldirgan Galdir bobo va uning qiziqarli tarixi haqida gaplashamiz. O'zi tug'ilgan joyni tarixini bilish, uni boshqalarga yetkazish bu eng katta sharafli ish hisoblanadi. Hozir men Ing'ilchoq mahallasida joylashgan Galdir bobo ziyoratgohida turibman. Galdir degan so'zni bizda dovdir, soddadil, ko'ngli ochiq, o'zidan ko'ra boshqani o'ylaydigan odamga nisbatan ishlatishadi. Galdir bobo ham shunday odam va shu bilan birgalikda juda mohir mergan bo'lgan. Rivoyatlarga qaraganda, Amir Temur Qashqar yurishida Buvayda qishloqlariga kelganda, shu yerlik mashhur mergan Galdir bobo haqida eshitadi. Uni sinash uchun daraxtga uzuk osadi va shuni nishonga olib ura olsang, nima istasang beraman deydi. Galdir bobo hech ikkilanmay o'q bilan to'g'ri uzukka uradi. Keyin esa Amir Temurdan bog' barpo qilish va suv chiqarib berishni so'raydi. Amir Temur ham uning iltimosini bajonidil bajaradi. Ariq qazdiradi, bog' barpo qilib beradi. Vaqti kelib Galdir bobo vafot etgandan so'ng uni dastlab Vali Pirim ziyoratgohiga dafn etishadi. Lekin keyinchalik o'zi tug'ilgan qishloq oqsoqollarining tushiga kirib, bu yerda suv yo'q, qiynalib qoldim, meni ko'chiringlar deyavergach, uni hozirgi joyga Ing'irchoq qabristoniga olib o'tishadi. O'shandan keyin bu yer Galdir bobo qabristoni deb atala boshlangan ekan. Video yoqqan bo'lsa, like bosing hamda obuna bo'ling. Keyingi manzilimiz qayer bo'lishini izohlarda yozib qoldiring.